Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musa alayhissalom kunlardan bir kuni Alloh subhanahu va taologa: "Ey Robbim, jannatda menga kim qo'shni bo'lishligini menga bildirgin" deb so'radi. Robbimiz azza va jalla Musa alayhissalomga uning qo'shnisi bir yosh yigit bo'lishligini, hozir qaysidir bir qishloqda oddiy bir qassob ekanligini xabarini berdi. Tabiiyki azizlar, Musa alayhissalom buyuk bir payg'ambar. Tavrot kitobi mana shu zotga nozil bo'lgan. Mana shunday ulug' bir maqomdagi payg'ambar bo'lgan ulug' zot jannatda o'ziga kim qo'shni bo'lishligini so'rayapti-yu va qo'shni bo'ladigan odam hozir tirik ekanligini bildi. Albatta buni ko'rgisi keladilarda. Uni borib ko'ray, qaysi amali bilan u jannatga tushadi-yu va qaysi amali uni payg'ambardek ulug' bir zotga qo'shni qiladi deb o'ylab qoldilar. Izlab borsalar haqiqatda bir qishloqda u yigit qassobchilik qilar ekan. Uni oldida bir qancha vaqt ishlarini kuzatib Musa alayhisalom birga o'tirdilar. Go'shtlarini sotib bo'lgandan keyin ozginagina go'shtdan o'ziga nasiba oldi-da Musa alayhissalomni oldilariga chiqdi. Musa alayhissalom orqasidan poylab borib, uyiga yetib borganda u yigitdan iltimos qildiki, "Uyingizda Alloh uchun mehmon bo'lsam" dedi. Yigit "Marhaba, xush kelibsiz" dedilar. Musa alayhissalom o'zlarini payg'ambar ekanliklarini aytmadilar. Musa alayhissalomni o'tkazib yonlariga dasturxonda solib, taom pishirib kelgandan keyin qo'llariga idishlarga solingan taomni olib keldi-da, uyni bir burchagida yuqoriga ilib qo'yilgan bir savatchani oldi. Musa alayhissalom qarab turibdi, bir uzoqdan nimaligini ko'rmay hayron bo'ldilar. U savatchani ichidan kiyimlarni oldi, tozaladi, so'ng taomlardan olib o'zi og'zida solib chaynab bu yerdagi zotga ovqat yegizdi. Keyin biroz duo qilib ilib qo'ydi yana joyiga. Qaytib kelgandan keyin Musa alayhissalom hayron bo'ldi. "Ey bolam, men hayronman. Alloh uchun mehmon bo'lib keldim, taom pishirdingiz, lekin odatda taomni birinchi mehmonga berar edi. Siz mana bu savatdagiga berdingiz. U nima edi? Men tushunmadim" dedi. Shunda u yigit: "Ey Allohning mehmoni" dedi. "Men sizni ranjitishlik niyatida emasman. Haqiqatda taomni birinchi sizga bermoqligim lozim edi, ammo tarki odat bo'ladi. Bu savatchada u nima edi deyotganingiz, bu meni onam bo'ladilar. Onamni yoshlari juda katta bo'lib, kichkinagina bo'lib qolganlar. Mana shu savatga solib ehtiyot qilaman. Xizmatkor olay desam mablag'im yetmaydi. Taomda onamga xuddi men yoshligimda tishlarim yo'qlik mahalda qanday chaynab yegizgan bo'lsalar, mana shunday yumshatib onamga ovqat yegizaman. To onamga ovqat yegizib bo'lmagunimga qadar men ovqat yeya olmayman" dedi. Musa alayhissalom hayratlanib ketdilar. "Orqasidan duo qildingiz bolam? Nima deb duo qildingiz?" dedi. Shunda u yigit aytdiki: "Men duo qilmayman, amin deb turaman. Duoni onam qiladilar" dedi. "Nima deb duo qildi?" dedilar Musa alayhissalom. "Har safar men onamga ovqat yegizib, onamni parvarish qilganimdan keyin onam qo'llarini ochib, 'Bolam, men sendan roziman. Ilohim jannatga kirgin, jannatda Musa payg'ambarga qo'shni bo'lgin' deb duo qiladi" dedilar. Bu gapni eshitar ekan Musa alayhissalomning ko'zlariga yosh keldi. "Onangni duosi mustajab bo'libdi" dedilar. "Men o'sha Musa payg'ambar bo'laman. Sen menga jannatda qo'shni bo'lishingni Alloh menga bildirdi" dedilar. Azizlar, onani duosi jannat darvozasi. Siz ham mana shunday qiling. Onangizga mehr ko'rsating, taom yegizing, duosini oling, jannati bo'lib oling. Payg'ambarimiz alayhi solatu vassalam jannat onalarning oyog'i ostidadir deb bekorga aytmaganlar. Alloh hamma onasi borlarni mana shunday baxt bilan o'zi mukofotlagan bo'ldi.